Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Bor Gap Podcast YouTube kanalidasiz. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar va eng muhim yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galyoniy Jahon chempionati 2026 guruh bosqichi doirasida Yangi Zelandiyaga qarshi kechgan o'yindan so'ng darhol jamoaga AQShni tark etishi buyurilganligini ma'lum qildi. Bizga hatto tiklanish uchun ham vaqt berishmadi. O'yindan keyin bizga sizlar zudlik bilan ketishingiz kerak deyishdi. Tiklanish vaqti juda muhim. Ammo bizga samolyotga o'tirib Tixvanaga qaytishni buyurishdi. Bu bizni juda xavotirga solmoqda. To'g'risini aytsam, nega bizga bunday munosabatda bo'lishayotganini tushunmayapmiz. Bu menga g'alati tuyulmoqda. Qarorlar FIFAdan emas, umuman boshqachadan qabul qilinyapti. Biz o'yindan 2 kun oldin kelishimiz, o'yindan keyin tiklanish uchun tunab qolishimiz va ertasi kuni tushlikka yaqin bazaga qaytishimiz kerak edi. Nega bunday bo'layotgani haqida hech qanday tasavvurga ega emasmiz. Ushbu jahon chempionatida bizning jamoamizni hamma jamoadan ko'proq kamsitishmoqda, dedi Amir Galyoniy. Shu bilan birga murabbiy jamoaga AQSh hududidan zudlik bilan tark etishni aynan kim buyurganiga aniqlik kiritmagan. Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamine Yamal Jahon chempionati 2026 dagi Cabo Verde bilan o'yindan so'ng muxlislarga murojaat qildi. Uchrashuvda darvozalarga gol urilmadi. Hisob 0-0. Ushbu bahs Yamal uchun jahon chempionatlaridagi faoliyatdagi birinchisi bo'ldi. Jahon chempionatidagi ilk o'yin va qo'lga kiritilgan 1 ochko. Biz turnirda uzoq davom etishni va maqsadimiz hali oldinda ekanligini tushunib turibmiz. Mehnat qilishda davom etamiz va hammasini biz xohlagandek bo'ladi. Bunga shubha qilmang, deb yozdi Yamal. Shuningdek, ispaniyalik futbolchi jarohatdan so'ng maydonga qaytish imkoniyatini bergani uchun Allohga shukrona etdi va qo'llab-quvvatlagani uchun o'z oilasiga minnatdorchilik bildirdi. Eslatib o'tamiz, guruh bosqichining navbatdagi turida Ispaniya terma jamoasi Urugvayga qarshi maydonga tushadi. Barselonaning sobiq hujumchisi Robert Lewandowski yaqin vaqt ichida yangi klub borasida bir qaror kelishi mumkin. Insider Fabrizio Romanoning ma'lumotiga ko'ra, polshalik futbolchi AQShning Chicago Fire klubidan tushgan taklifni ko'rib chiqmoqda. Gap 2 yoki 3 yillik shartnoma haqida ketmoqda. Xabar qilinishicha, Lewandowski oilasi va agenti bilan birga Yevropaga qaytgan hamda kelajagi borasida yakuniy qarorni shu yerda qabul qiladi. Uning Chicagoga tashrifi va klub vakillari bilan o'tkazgan muzokaralari ijobiy baholanmoqda. Ayni paytda 37 yoshli futbolchi 2026-yil may oyidan Barselonani tark etgandan keyin erkin agent maqomida qolmoqda. U kataloniyaliklar bilan 4 mavsum davomida 183 ta uchrashuvda ishtirok etib, 119 ta gol urdi hamda jamoaning La Ligada 3 marta chempion bo'lishiga katta hissa qo'shdi. Chicago Fire'dan tashqari hujumchiga Inter Miami, Saudiya Arabistonining klublari hamda Italiya A seriyasi vakillari ham qiziqish bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, Robert Lewandowski Polsha terma jamoasi sardori bo'lib qolmoqda. Biroq uning milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 final bosqichiga yo'llanma ola olmadi. Bu bugungi xabarlarimiz so'nggisi edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizni qo'llashda davom eting. Ko'rishguncha salomat bo'ling.